Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari 2025-yil 20-oktyabr sanasida sizlarga hozir 5 gektarli Pinky Lady Rozigilov olmani videolarini qo'yib boramiz. Bu olmamiz hali pishib yetilgani yo'q, rang olishni boshlagan. Noyabr oyida Xudo xolasa terim jarayonlarini ham sizlarga qo'yib boramiz. Bu videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Sizlarga hozir daraxtning ustida turgan Pinky Lady Rozigilov olmani barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Mana bu ko'rib turgan olmalarim Pinky Lady Rozigilov olma, mahalliy o'suvchi payvandda bo'lgan. Mana hosilni ko'rib turibsizlar. 8 yoshlik mana Pinky Lady Rozigilov olmasi. Mana ranglari ham juda ham chiroyli bo'lib, mana qizarib pishib yetilyapti. Hali terim jarayonlari ham sizlarga videolarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa noyabr oyiga o'tib, mana bu olmamiz pishib yetiladi. Mana oldi, shu holatda rang oldi. Mana boshqa tuplarni ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana buni xolodilnikka qo'yish shart emas. Omborda ham saqlasalaring bo'ladi. Bandi qattiq. Mana shakar miqdori ham ko'p buni. Ba'zilarda savol bo'lyapti, bu Pinky Lady Rozigilov olma kisli-sladkiymi yoki shakar miqdori ko'pmi deb juda ko'p odam savol beradi. Bu Pinky Lady Rozigilov olmasi rangi olmaganini, rang qizarmaganini yesalaring, bu hali shirin bo'lmaydi. Agar sizlar rang olib shu holatdagilarni yesalaring, juda ham shirin olmadan. Kuzgi mavsum uchun, bahorgi mavsum uchun ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga ko'chatlari kerak bo'lsa, bemalol nomerlarimizni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Mana kalibrlari ham juda ham katta chiroyli bo'lib pishib yetilyapti. Mana bu boshqa tupini ham sizlarga ko'rsatamiz. Mana shoxlari yergacha egilib ketgan mana. Kimga qiziqtirgan savollar bo'lsa, nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib mana savollar beraverasizlar.